Servisimizda qanaqadir neobichniy nomlanadigan Drongo degan elektrosamokat 250 vatt. Egasini aytishi bo'yicha zaryadkaga qo'ysam zaryad olmayapti, samokat ochilmayapti deyishdi. Hozir biza faza kabellarini ko'rdik, motor yaxshi, obmotka, kontroller ham yaxshi, plus minus тоже yaxshi. Batareykada 39 voltaj bor. Nagruzka bersa 12 voltajga tashlab yuboryapti. Batareyani yirtib, ochib, ichida nikeli ko'chib ketgan bo'lishi mumkin, disbalans bo'lgan bo'lishi mumkin, qaysidir yechik o'lib qolgan bo'lishi mumkin. Xullas, nima bo'lgan bo'lsa ham ochamiz deb ko'ramiz. Buni germaniyalik mutaxassisimiz Qobil aka ko'rib beradilar. Nima deysan, Qobil? Inshaalloh ishlar ekan. Tak, mana 39 voltaj, 39.64. Endi biz hozir buni bo'sh holatida tekshiryapmiz. O'zini joyiga ulaymiz-da, knopkani, ekrandagi knopkani bossa, yoki bosmasa ham bu voltaj boshqacha ko'rsatishni boshlaydi. Uni ham hozir demonstratsiya qilib beraman. Tak, mana uladi. 22.70 sekund ko'tarilyapti. Nagruzka berilganda hali skuter yoqmasimizdan уже напряжение tashlab yubordi. Bitta knopkani bosib yubordi. Tashlab yuborishini ko'rasizlar. Ketdi. 15 volt, 16 volt. Yana boshqatdan yig'yapti. Xullas, bu yerda 99.9% batareykada muammo. Samokatimizning batareyasini ochib oldi. Minus kontaktda через BMS chiqqani uchun, plus primoy bo'lgani uchun minusni uzatib primoy berdi. Hozir samokatimiz ishlayapti. BMS platada problema bo'lgan ekan. Gazni bosibdi. Qo'lingiz ko'rganingizdek, уже ishlayapti. Muammo BMS platada, xudo xolasa buni ham hal qilamiz.